Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Buyuk Ipak yo'li metrosi qarshisida o'yinchoq do'konda katta yong'in sodir bo'lyapti sarlavha asosida xabarlar tarqaldi. Holat aynan mana shu joyda sodir bo'lganligi aytilmoqda. Xo'sh, yong'in chindan ham o'yinchoq do'konida sodir bo'lganmi yoki mana bizga hech qanaqa shikast yetkazgan yo'q. Mana turibdi, hammasi yaxshi. lekin hidi, assalomu alaykum. Endi yopiq edi, hozir endi mana kelgandan keyin ochib to'g'irlayapmiz. Lekin ana kuygani hidi chiqib ketibdi rosa. Yo'q. Mana bu ozgina suv sepganda tushdi. Hech narsamizga shikast yetkazgan yo'q. Kechroq keldim. Kelganda уже o'chgan edi. Qo'shnilar yordam bergan, mayda. Melisa xodimlari hammasi kelib o'chirgan shuni. Hech qanaqangi shikast yetkazilmagan, hech narsa qilinmagan. Hammasi yaxshi. Yaxshiyamki yong'in haqidagi xabarni atrofda guvoh bo'lganlar juda tez fursatda o't o'chiruvchilarga xabar berishgan, yo'qsa do'kon ham yonib ketishi hech gap emas edi. Paq ovozi eshitildi. Qayerdadir bir narsa otishyaptimi? Tushunmadim dedim. Endi oynalar yopiq, havo sovuq. Paq bo'ldi birinchida. Pojarniy mashinalar kelib, yoniga kelisha olmadi. Hamma joyda yo'laklar yopiq. Yo'laklardan sig'madi menimcha. Bitta mashina katta ko'chada turdi. Bitta mashina mana energaz bitimizning ichidan ishlankalarni tortishib, bu endi qancha vaqt oladi? Vaqt yo'qotildi degani shunaqa muammolar bo'ldi-da juda. Hamma yo'llarda allaqalay shlak baumlar qo'yib olishgan masalan, juda ham ancha-muncha muammolar shunaqa. Shuning uchun ham aynan o'sha shlagbaumlarni ko'p qavatli uylarni yoniga o'zboshimchalik bilan qo'yib qo'yish xato. Mana hozir agar o't o'chiruvchi mashinalar vaqtida yetib kelganida yong'in bu darajada kattalashib ketmasdi. Mana bino ham tugayapti. Menga joy tashlab ketish kerakmi? Magazinda bo'lgan. Menda hech yonmagan. Yerda zam ekani bo'lgan, kanabeda zam ekani bo'lgan magazinda o'sha yongan. Hozir o'sha yong'in chiqindixonadan chiqqan deb aytishyapti. Guvohlar. Zam ekani bo'lgan. Tepadan tomidan zam ekani bir yonib pastga tushgan. O'shaga ichida olov chiqqan yo'q. Hozir menda bitta savol tug'ilyapti. Nimaga chiqindixona bu do'konga juda ham yaqin, ya'ni hech qanday masofasiz o'rnatilgan? Orasida masofa bo'lish kerak emasmi? Mahalla raislari joy tanlaydi. O'shaga o'z qo'yib beramiz, o'sha xizmat ko'rsatamiz bizlar. 18:57 da Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani Buyuk Ipak yo'li ko'chasi 59-uy oldida chiqindi yonayotganligi to'g'risida Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasiga xabar kelib tushdi. Xabarga asosan qutqaruv texnikalari aytilgan manzilga soat 19:05 da yetib borib, yong'in 19:09 da o'chirildi. Yong'in oqibatida tan jarohati olgan fuqarolar yo'q. Aytilgan manzilda chiqindilari yonganligi aniqlandi. Yong'inning kelib chiqmasligi uchun maxsus tartib qoidalar belgilab qo'yilgan. Agar siz shularga amal qilmasangiz, xuddi mana bunday holatlarga yo'l qo'ysangiz, baxtsiz hodisa siz bilan ham sodir bo'lmasligiga hech kim kafolat bermaydi. Shunday ekan, o'rnatilgan qoidalarga amal qilaylik.